Assalomu alaykum. Juda ham ko'pchilik o'ylaydi, urolog faqat erkaklar kasalliklarini davolaydi. Aslida urolog quyidagi kasalliklarni ham davolaydi. Buyrak va siydik yo'llarining tosh kasalliklari, siydik yo'llarining yallig'lanish kasalliklari, ya'ni pyelonefrit, sistit, uretrit. Buyrak va siydik yo'llarining tug'ma va orttirilgan nuqsonlari, siydik yo'llarining torayish kasalliklari, ya'ni strukturalari, buyrak kistalari, gidronefroz, uretrogidronefroz, ya'ni xalq tilida buyrakda suv yig'ilishi, siydik tuta olmaslik, tunda siydik tuta olmaslik, ya'ni enurez, erkaklar salomatligi, ya'ni prostata adenomasi, prostatit, arxit, gidroseliya yoki vodyanka, erkaklar bepushligi, jinsiy muammolar, varikotseli kasalligi hamda xatna amaliyoti yoki sunnat qilish. Kimdir ushbu kasallik belgilarini o'zida kuzatayotgan bo'lsa yoki shu diagnoz o'ziga qo'yilgan bo'lsa, menga murojaat qiling. Albatta bu muammoga yechim topamiz.